11 noyabr O'zbekiston kasaba uyushmalari kuni. Sana munosabati bilan Jizzax viloyat teleradio kanali davlat muassasasi kasaba uyushmasi tashabbusi bilan jamoada faoliyat olib borayotgan xodimlar farzandlari uchun madaniy tadbir tashkil etildi. Viloyat qo'g'irchoq teatri hamkorligida o'tkazilgan tadbirda kichkintoylar uchun Do'stlik bog'i spektakli namoyish etildi. Teatrga kirar ekansiz, yorqin ranglar va ertaknamo muhit bolalarni sehrli olamga yetaklaydi. Chunki teatr tomoshalari bolalar tarbiyasida alohida ahamiyatga ega. Undagi har bir obraz, har bir sahna, har bir qahramon ma'naviy tarbiya vositasiga aylanadi. Akbar Abdullayev qalamiga mansub Do'stlik bog'i spektakli ham kichkintoylarga ana shunday ezgulik saboqlarini taqdim etdi. Qiziqarli syujet orqali kichkintoylarga mehr, do'stlik, birdamlik va bir-birini asrash g'oyalari yetkazib berildi. Aktyorlarning ijro mahorati, musiqiy bezaklar va hazil mutoyibalar bolajonlarga bayramona kayfiyat ulashdi. Tadbir doirasida bolalarga esdalik sovg'alari ham topshirildi. Menga juda ham yoqdi. Bu quyon, xo'roz, sigir chiqdi. Quyon ko'p telefon ko'rar ekan, bolajonlar sizlar ko'p telefon ko'rmanglar ekan. Oxirida bizga yana sovg'alar berdi. Yana spektaklga kelamiz. Teatrga biz oilaviy tashrif buyurdik. Bolajonlarning kayfiyati a'lo darajada. O'ylaymanki, xuddi mana shunday tashkil etilayotgan va bugun kasaba uyushmalari tashabbusi bilan olib borilayotgan mana shunday tadbirlar, madaniy xordiq, uchrashuvlar, bularni barchasi nafaqat bizga, balki oila a'zolarimiz uchun, bolajonlarimiz uchun nihoyatda manzur keldi. Joriy yilning 31-oktyabridan to 4-noyabrga qadar Toshkent shahrida Oltin kuz forum doirasida eng yaxshi qo'rshoq teatrlar respublika tanlovi bo'lib o'tdi va u yerda mahalliy 3-o'rinni qo'lga kiritdik. Hozirgi kunda juda ham qiziqarli, bir-biridan zamonaviy va sun'iy intellektdan foydalangan qo'rchoq teatridagi spektakllarimiz mavjud. Viloyatimizdagi barcha teatr ixlosmandlarini, bolajonlarni teatrimizga kutib qolamiz va ularga eng sara spektakllarimizni namoyish etamiz. Hali yana yangi yil dasturi doirasida tomosha spektaklini namoyish etish arafasidamiz va juda ham quvnoq shou dasturlarini namoyish etamiz. Mazkur madaniy tadbir xodimlar va ularning farzandlari uchun esda qolarli bayram bo'ldi. Kelgusida ham bu kabi loyihalar davom ettirilishi reja qilingan.